Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu videoda sizlarga YouTube'ga video qanaqa qilib yuklashni ko'rsataman. O'zimning kanalimga yuklayman hamda shu qatori ma'lumot berib o'tib ketaman. Ya'ni siz Amerika yo'nalishida yoki O'zbekiston auditoriya, shu O'rta Osiyo auditoriyasiga moslab kanal yurg'izib turgan bo'lsangiz, shularga moslab bitta-bitta men mavzuda aytib o'taman. Hop, kompyuterga o'tib olamiz. Hozir internetim yonishi kerak, yondi. Men videoni tayyor qilib olganman. Bu kompyuterdan agar siz o'sha telefondan yoki planshetdan yoki qanaqa qurilmadan YouTube'ga video yuklamoqchi bo'lsangiz, shu kompyuter bilan bir xil yuklanadi. Ya'ni o'sha videoni tavsifi, nomi yoki hozir o'sha videoga shapka, o'sha nima titel deyilarmidi? Previewmi, shunaqa qiyin. Men uchun preview yasashni ham birovlar ko'rsatib o'taman. Hammasini o'sha telefonda qilsalaring bo'ladi. Ya'ni o'sha nimadan videoni yuklab bo'lgandan keyin o'sha preview, o'sha videoga nom, kalit so'zlar hammasini telefondan Chrome degan o'sha ilovadan, o'sha Google ilovadan sozlab olsalaring bo'ladi. Demak, biz sozdatni bosamiz kompyuterda. Nimada ham shunaqa, nimada Chrome'da добавить video qilganimizdan keyin men mana bir haftada qancha pul topdim degan mazmunda shuni olaman. Bu joyda bittalab hozir men teriyotmayman. Meni prinsipim shunaqa. Birinchi o'sha yuklab olaman. Yangi agar monetizatsiyalaring yongan bo'lsa, birinchisida mana shunaqa nimaga duch kelasizlar. Doim video yuklaganligingda duch kelasizlar, lekin monetizatsiya yonmagan bo'lsa, aynan mana shu monetizatsiyani yoqish tugmasi sizlarda yo'q bo'ladi. Shu pulga ulangan kanalda bo'ladi. Demak, bu yoqib выключить qilib, okeyda bosganingizdan keyin bu yerda vibrat reklama месте, ya'ni o'sha bitta videongizga xohlagan joyingizga siz reklamalarni joylab chiqsangiz bo'ladi. Yo'q, men tiymayman, avtomatik shu YouTube'da o'zi joylasin degan bo'lsangiz, indamay shu daleni bosasiz. Agar ichiga kirib turib, xohlagan joyingizga reklama qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men odatda tegmayman, chunki YouTube'da o'zi auditoriyaga moslab turib shu nima chiqarib beraveradi. Shuning uchun men tegmayman, daleni bosaman. Bu oynada shu YouTube'dagi qonun qoidalar, ya'ni hozir tarjima qilib beraman sizlarga. Haqoratli so'zlar, ya'ni shu meni videoyimda so'rayapsiz. Haqoratli so'zlar bormi yoki yo'qmi deyapti. Voyaga yetganlar uchun mo'ljallangan kontent, bu yerda ichiga kirsangiz o'sha hammasi o'sha nimalar bor. Agar bor bo'lsa qisqaroq yoki boshqa deb aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Lekin menda unaqa hech qaysi o'qotar qurollar, nozik munosabatni talab qiladigan hodisalar, unaqalar yo'q menda. Shuning uchun mana bu yerda ничего из указаний выше ni bosaman hamda shuni tasdiqlash uchun поставить оценку deyapti, shunga bosaman. Endi daleni bosib tashlayveraman, saqlanib qilaman. 61% yuklanibdi. Bu yerda mana 64 bo'ldi. Endi men bu nima yuklanib olguncha bunga nom, o'sha preview, kalit so'zlar eslaringda qolsin. Bu meni videoyim hozir o'zbek auditoriya. Ochilish vaqtini ham o'sha sizni nimangizga qarab moslab, auditoriyangizga moslab shularni ham aytib o'taman. Birinchi o'rinda menga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPTda o'zi doim yozish yurgan nimangizga yozsangiz, birovlar mana shu yerdan chiqarib beradi. Ya'ni AdSense mana bu yerda qani o'sha mavzuda yozib beradi. Hozir men aytaman, agar boshini o'qib beraman, shunga moslab mana. YouTube kanalim uchun sizlar ham yozib olsalaring, doim shu
varaqdan ishlataverasizlar, doim tushuntiryotmaysizlar, o'zi tushunarli qilib yozib olsalaring birinchi, keyingisida davom etib ketaveradi. YouTube kanalim uchun video tayyorladim, ya'ni darslik video davomida AdSense yangi ochish, sozlamalar, reklama, balobatlar o'sha videoni ichidagini aytasiz, ko'rsatdim. Xullas to'liq batafsil video qildim. Shu video uchun video nom, virgul qo'yasiz, videoga tavsif, hashtag kalit so'zlar bir qatorga deyapman. Video shapka, image, prompt hammasini yozib ber o'zbekchada. Agar siz ingliz tilida qiladigan bo'lsangiz, oxiriga siz yozib ber ingliz tilida desangiz, sizga hammasini ingliz tilida yozib beradi. Endi bu tushunib bo'lgan, men bunga yana yozaman. YouTube uchun, YouTube kanalim uchun video tayyorladim. Video davomida buni o'sha telefonda yozsalaring ham bo'laveradi. Telefonda ham bor shu nima ChatGPT. Video davomida videoim qanaqa? Monetizatsiyadan yangi ulangan deylik video davomida. Yangi ulangan monetizatsiya yangi ulangan monetizatsiya kanalimdan 7 kunda qancha pul topganini ko'rsatdim. Ya'ni kanalim obunachisi iltimosiga binoan hop shu haqida video tayyorladim. Bo'ldi, mana shuni yozib olamiz. Bu bizga o'sha kanalga, o'sha videoga nom, kalit so'zlar yoki mana video uchun nom 7 kunda qancha pul topdim. Yangi monetizatsiya qilingan kanal natijasi deyilyapti. Buni olaman. Xolasangiz pastida ikkinchi variant beryapti. Monetizatsiya yoqilgach 7 kunda daromad qancha bo'ladi? Real natija deyilyapti. Bizga tepada yaxshi. Uni kopiya qilamiz, kanalga o'tamiz. Yuklanib turgan videoga buni tashlaymiz. 7 kunda natijasi deyilyapti. Hop. Monetizatsiya. Endi ikkinchisini olamiz, ya'ni videoni nima haqidali. Ushbu videoda yangi monetizatsiya qilingan kanalimi, video ichida monetizatsiya yoqilgan 7 kunlik. Xullas shuni kopiya qilamiz. Kopiya qilib pastigacha mana bizga kerakli joy. Hashtag ham qo'shib beryapti, menga kerak emas. Xolos siz qo'shib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu yerga tashlaymiz. Sahnet qilamiz. Mabodo sveti o'chib qolsa, bu sahnet bo'lib turadi. Kalit so'zlar mana. Kalit so'zlar. Bu yerda shu videoyingizga moslab agar playlist ochib qo'ygan bo'lsangiz, shuni belgilab OK deb bosib o'tib ketaverasiz. Kalit so'zga yana qo'shamiz mana. 245 ta bo'ldi. Yana bunga kalit so'z yozib berdikmiz. Ungacha biz mana video shapkani kopiya qilib turib, Nano Bananaga yoki VO3 saytiga kirib turib, bu Nano Banana mana sariq VO3 ga kirib turib, hozir to'rttali bitta yasab olaman. V3 ga kirganingizdan keyin mana bu yerda 16 ga 9 qilasiz. Bu yerda to'rttali yasab beradi. Nano Banana Pro turadi. Bo'ldi shekil shu uni promptini yozib turib, tashab turib jo'nataveramiz.
bu to'rtta bo'ladi. Agar yoqmaydigan bo'lsa, yana bu yozamiz, yana video shapka uchun yana image prompt yozib ber deymiz, bitta jo'natamiz. Bu yana bizga prompt yozib beradi. Yana buni yozguncha biz kalit so'z olamiz. Kalit so'z ham yana yozib ber. Ya'ni YouTube'dan pul ishlash va boshqa desa bo'ldi. Bu shunga nima moslab yozib beradi. Biz bitta 7 kunda qancha 7 kun real daromad mana shuni olamiz. 3-promptni bekka tashlaymiz yana qani. Bu birinchi tashaganimiz. Bu hozir ikkinchisini ko'ramiz. Ma'qul kelsa olamiz. Kalit so'zni olamiz. Kalit so'zni olib uni kalit so'zga qo'shamiz. Bu yerda 500 tagacha oladi. Mana o'zi yetarli bo'ldi. Saqlanib qilamiz. Tepaga chiqib ketamiz. Tepaga chiqib, bu yerda mana bu rasm qo'yishimiz kerak. Rasmdan oldin zastavka qo'yamiz. Zastavkani albatta qo'yinglar. Mana shu zastavkani. Bu zastavkani qo'ysalaring, mabodo videoni oxiriga o'tib turib, shu bironta videongizga yana ikkinchi videoga o'tadigan bo'lsa, shu tomoshabin YouTube'ni boti shunaqangi yaxshi ko'radi. Bu meni gapim emas, bu mutaxassislarning gapi. Shu darajada yaxshi ko'radiki, nima qilib beradi? Kanalingizni rivojlantirib yuboradi. Shuning uchun doim zastavka qo'yinglar. Keyin mana podskaski deyapti, ya'ni video ko'rayotganingizda o'ng tomonda yozuv chiqadi. Agar keyingi qiziq bo'lsa, o'shanga o'tib videoni ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bu yerga kirib turib siz xolasiz video qo'yasiz, xolasiz playlist, xolasiz kanalingizni reklama qilasiz, xolasiz boshqa odamning kanali yoki linkini qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Men odatda video qo'yaman. 5 tagacha qo'ysangiz bo'ladi. Bitta playlist qo'yib yuboraman arasiga shu YouTube haqida. Ana endi oxirrog'iga bitta video. Hop, qaysini qo'ysam bo'larkan? Yo'sel. Yo'q, buni Play Market qo'yamiz. Oxirida bitta Play Market bor. Play Market ochish, saqlanib. Ana endi bizga ikkita ish qoldi, ya'ni bitta ABC shu 3 ta video shapka hamda kollaboratsiya degan narsa bor. Mana priglasit. Kollaboratsiya juda nima? Bu yerda kollaboratsiyaga o'sha kanalda любой odamni kanalini yozsangiz, shetdan chiqadi. Men Shahboz vlogim bor, o'zimning asosiy kanalim shu vlog haqida. Shuni bosaman. Sazdatan oldin uni yoqib qo'yaman, ya'ni u kanalimga ham analitika qilish uchun ruxsat beriladi. Sazdat поделиться bosaman, bu yerda kopiya qilib olaman. Zakrit, saqlanit. Ana endi bu hozir saqlanit qilganimdagi kompyuterda miyasida turibdi link. O linkni men o'sha Shahboz vlogs degan kanalimga o'tib turib shekka o'sha linkni tashlayman. Mana shu yerga tashlayman. Tashab turib enterni bosaman. Ichiga kirgandan keyin ulanish tugmasi chiqadi, ya'ni qabul qilish. Принятni bosib qo'yaman. Bu qo'shildi, mana silki turibdi. U agar asosiy A77 mobil buni ochib yuboradigan bo'lsa, birdaniga bu yerda ham ochiladi. Buni xlab yuboraman, bo'ldi, buni ishi bitdi. Ana endi videoga o'sha nima derdi? Men shapka desam, prevyuni ko'ramiz. Real daromad bo'laveradi 7 kunda. Sketchat qilamiz. Buni ham olamiz. Sizlarga maslahatim shu prevyuda odam qatnashsin. Demak, 3 tani men oldim. Bu endi bizga kerak emas. Buni olib turib, asli shu holatiga ham
qo'yib yuborsangiz bo'laveradi rasmda. Men doim o'sha qo'ymay turib Photoshopdan jinday ishlov berib olaman, ya'ni jinday razmerini katta qilib, sizlar shu telefondan qo'ygan bo'lsalaring, telefondan qo'yib yuborib telefondan qo'yib yuborib sozlab olsalaring bo'laveradi. Mana shu jinday ochiq joyi chiqadi, ya'ni men jinday sifatligini yukladim hozir. Shuning uchun jinday chekkasi ochiq turadi. Asli telefonda yuklaganlaringda bunaqa nima chiqmaydi, to'liq chiqadi telefondagida. Agar mabodo to'liq chiqmaydigan bo'lsa, shu o'zlaringni bironta prilojeniydan Full HD, ya'ni 1920 ga 1080 formatdagini saqlanib qilsalaring, shu Full HD bo'ladi, to'liq bo'ladi. Bu Photoshopda hozir gapirganim yo'q, sizlarga menimcha qiziq emas, shuning uchun indamay o'tib ketyapman. Keyin mana shu joyida e'tibor beringlar, o'sha previewga 1.5 megabitdan yuqorisini olmaydi. Eng balandi 1.5 megabit, mana 1.6 bo'lib ketibdi ekan. Sal orqaga qaytaman, kachestvasi tushadi, megabiti ham tushadi. Bu bo'ldi. Misol uchun mana bu yerda bitta yuklasangiz ham bo'ladi, lekin mana bu ABS degan nima yongan, kanal tarixi yongandan keyin qo'shiladi bu. Uchoviga ham o'sha bittadan qo'yamiz. Ya'ni bu nimaga foyda degan bo'lsangiz, birinchisini menga ko'rsatsa, sizga ikkinchi rasmda ko'rsatadi, uchinchi odamga uchinchisini ko'rsatadi. Hammaga har xil qilib shu 3 tadan 3 xil qilib ko'rsataveradi. Ya'ni shu videoyimizni saqlanib qilamiz. Saqlanib. Hop, mana zagruzka bo'ldi. Hop, hamma joyi bo'ldi buni. Xolasalaring bu yerdan subtitr qo'shishlaring mumkin. Mana bu yerga men qo'shmayman, chunki o'zimni nimam bor, gapim. Shu agar sizlarda yo'nalishlaring ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, shu ingliz tilicha nom, kanalda shu videoni tavsifiga ingliz tilida kalit so'zlar, ingliz tilida, mana bu kalit so'zlar hammasini ingliz tilida qilsalaring, shu sizlar yo'nalishlaring bo'laveradi. Ana endi eng asosiy joyi bu video o'zbek auditoriya. Men bugun buni hozir ochib olaman soat 11:15 da. Mana shu yerdan открыть qilib, ana endi sizlarda Amerika yo'nalishlaringga moslab turib video ochishda ko'rsataman. Ya'ni hozir siz 11:15 da videoni yukladingiz, tayyor videoyingiz. Endi 11:15 da Amerikada soat ularda Kaliforniya degan bo'lsak, yarim kechasi 23:15, ya'ni o'zi hamma uxlaydigan vaqt bo'lyapti. Sizning videoyingiz agar ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rmaydi. Ya'ni aktiv, dunyo bo'yicha aktiv hozir Osiyo tomon uyg'ongani uchun YouTube'da aktivi Osiyo tomonda bo'ladi. Siz video yuklasangiz, videoyingizni O'rta Osiyoga jalb qiladi. Ya'ni YouTube'da boti qaysi tomonda aktiv ko'p bo'lsa. Agar shuni misol uchun biz yarim kechasi mana ularni vaqtiga 07 qilaylik, ularni kunduzgi vaqtiga bizni 19:00 vaqtga to'g'ri kelar ekan. Ana o'shanda aktiv kunduzi u tomonda bo'lgani uchun o'sha Amerika tomonga nima qiladi? Targ'ib qiladi. Siz demak 19:00 ga men odatda asli 20 O'zbekiston vaqtiga 23:00 dan boshlayman. Ya'ni buni ularda Kaliforniyada 11 bo'lar ekan. Kaliforniya Amerikaning u tomoni quyosh botadigan tomoni hisoblanadi. Men asli Nyu-Yorkka hisoblayman. Nyu-York boshqacha vaqt bo'ladi, 14:00. Farqini ko'ryapsizlar, obed bo'lyapti. Obeddan keyin 2:00. Agar siz 23:00 bizni O'zbekiston vaqtiga qo'ygan bo'lsangiz, o'sha Amerikaning quyosh chiqadigan tomoni Nyu-York bo'ladigan bo'lsa, 14:00 ga to'g'ri kelyapti. Ana endi biz soatni bilib oldik.
kanalga o'tib, misol uchun shuni endi biz 12:00 ga 14:00 ga ularga moslaymiz. Ya'ni mana bu yerda zaplanirovать publikatsiya o'zbekchada nima bo'ladi? Reja bo'ladi. Shunga bosamiz. Bu yerga e'tibor berib olasiz mana shu joyiga 17 aprel bo'lyapti. 17-aprel, ya'ni ertangi kunda, bu asli bugun 16-aprel. Shuni bosib turib, bugungi kunni bosib olasiz mana. Bugungi kun. Bu vaqtiga 23:00 qilsak, 23:00 New Yorkda soat 2:00 bo'lar ekan. Ya'ni biz zaplanirovatni bosamiz. Saqlanib bo'ladi mana. 16-aprel 23:00 ga ochiladi deyapti. Endi biz ishimizni qilaveramiz. Yarim kechasi o'sha 11 da ham bemalol uxlayveramiz. YouTube'da o'zi soat shu 11:00 da avtomatik videoni ochib yuboradi. Shu Amerika tomonga xudo xohlasa videolaring ko'rinadi. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu meni hozir o'zbek auditoriyam, shuning uchun men buni hozirda o'zida открыть qilaman. Открыть qilib опубликовать qilsam hammaga ko'rinadi, ya'ni shu O'rta Osiyoga targ'ib qiladi. Mana bu yerda o'zi ko'rindi. Shahboz Vlogsga o'tamiz. Shahboz Vlogsga o'tganimizda mana 13 sekund deyapti bu yerda. Real daromad 7 kunda deyilyapti. 14 minut 24 sekundlik video bo'pti. Ana endi o'zimizni kanalga o'tamiz. Bu yerda 30 sekund bo'ldi deb ko'rsatyapti. Menimcha video hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'linglar. Fikrlaringni o'sha kommentariyda yozinglar. Mabodo qanaqadir savollaring tug'ilib qolsa, mana bu yerda kanalda ofitsianiyasida o'zimni mana men bilan bog'lanish uchun deb o'zim linkimni qo'yganman. Telegram gruppa ham bor. Telegram gruppaga kirsangiz, yerda hamma o'sha bir-biriga yordam beradi. O'zimizga o'xshagan jaydari, kibri yo'q odamlar, dardi sizlarga bilim ulashish, ma'lumot olish, ana shunaqa odamlar yig'ilgan. Bemalol kirib shu savollaringni faqat savolda to'liqroq beringlar. Menga ham, boshqasiga ham. Misol uchun sizni qanaqadir muammongiz bor, mana misol bunday kirib turib kanalimni ko'rib bering, yo'masa kanalim yurmayapti yo kanalim u bo'ldi deb turib qisqagina savol yozilyapti. Unaqa qilmanglar. Meni kanalim o'zbek auditoriya, menimcha videoyim bor. Videolar birovniki, videolar yoki o'zimniki, ovozlar birovniki yoki o'zimniki. Mana uni bu yerdan olganman yoki mana bunaqa muammo bo'lyapti yo avtoriskiga tushdi. Ishqib muammoni to'liq yozing. Men o'shanday o'qib chiqib turib sizga shu maslahatimni beray. Kim yozsa menga shunaqa kanalim u bo'lyapti, kanalim bu bo'lyapti deyapti. Ham sizni o'zingizni vaqtingizni yo'qotyapsiz, qisqa yozib, ham meni vaqtimni o'g'irlayapsiz. Men o'zi bu yerda shu do'konda, uyimiz oldida do'konim bor, shu yerda ishlayman. Shuning uchun sizni o'zingizni ham, meni ham vaqtimni o'g'irlamang. Bugun 16-aprel yomg'ir bo'lyapti. Havo chataq. Shuning uchun mana ko'rsatib qo'yay. Havo chataqligi uchun bugun shunaqa videolarimni qilib olyapman, to'plangan videolarda. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol menga murojaat qilaveringlar. Keyin kanalda qo'llab-quvvatlab fikrlaringni, keyin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib, o'rtoqlarga ulashinglar kanalda shu videolarda. YouTube haqida hamma ma'lumotlar shu video kanalimizga joylab boryapman. Hamma bilimimni sizlarga tekinga ulashyapman.
Bundan oldingi videoda ham aytib o'tgan edim, shunaqa tekin ma'lumotlarni baribir bizni o'zbek auditoriya nima qilmas ekan. Ya'ni o'sha xohlamas ekan. O'zbek auditoriyaga shu tekin ma'lumotni pulga aylantirib, jinday hok, ya'ni nima ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan deb turib, jinday chalg'itib turib, pulga sotish kerak ekan deb video qildim. O'tgan safar aytib o'tdim. Ko'pchilik mayli ularga e'tibor bermang, videolardan chiqaravering deb menga ancha dalda berishdi. Hammalaringga rahmat. Lekin mana shu nima ma'lumot kerak bo'lsa, YouTube'da o'zida ham bor. Bemalol tekin nimadan foydalansalaring bo'ladi. Men kursga o'qib, kursdan noliganlarni juda ko'pini ko'ryapman. Shuning uchun YouTube'da o'zidan izlanib, qidirib topsalaring bo'ladi. Videomiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shu bilan videomizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.